Biz bugun sizlarga Toshkent viloyati Bekobod tumani Zafarda joylashgan do'konimizda navbatdagi video roligimizni tayyorladik. Bu do'konimizda Bobo Motorsning kabinali mototsikli, gigant modeli, raketa modeli hamda 1 tonnali mototsikllar 300 kilogrammgacha yuk ko'taradigan skuterlardan bor. Bobo Motorsda nimaga Largo yoki Bodoni tovarlar reklama qilinyapti deyishinglar mumkin. Ular bilan ham bizning hamkorligimiz bor. 100 kilometrga 2,5-3 litr rasxod qiladi. Bu sinovdan o'tgan. Bundan Damasnikini qo'ysak arzonroq tushadi deydigan mijozlarimiz ham bor. Agarda sizni mototsiklingiz kontrolleri 60 voltga 72 voltni qo'llasa, qo'ysangiz bo'ladi. 500 vatli archali motor bo'ladigan bo'lsa, faqat ma'lum bir turdagi kontrollerlarga tushadi. Akkumulyator, ya'ni elektron mototsiklarni akkumulyatorni suvi. Gibrid mototsikl barcha elektron mototsikllarni gibrid qilsa bo'ladi. Buning uchun aynan ushbu turdagi generatorlar kerak bo'ladi. Assalomu alaykum Bobo Motors kanalining kuzatuvchilari. Biz bugun sizlarga Toshkent viloyati Bekobod tumani Zafarda joylashgan do'konimizda navbatdagi video roligimizni tayyorladik. Ushbu video roligimiz orqali siz ushbu do'konimizda sotiladigan mototsikllar, skuterlar, qolaversa ularning ehtiyot qismlari haqida batafsil narxlari bilan ma'lumot olasiz. Videoni boshlamasdan oldin sizlarga ushbu do'konimizning lokatsiyasini tushuntirib bersak, do'konimiz Zafarda joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Toshkentdan Bekobodga ketish trassasi Zafar shahriga yetmasdan, Zafar sentriga yetmasdan yo'lning o'ng tomonida joylashgan. Do'konimiz Bobo Motors brendi ostida ishlab chiqarilgan elektron mototsiklar, skuterlar, qolaversa ularning ehtiyot qismlarini sotish uchun mo'ljallangan. Do'konimizda hozirda tovar assortimentlari kam bo'lishi mumkin, to'g'ri, chunki hozirda talab oshganligi munosabati bilan tovar yetkazib berishda salgina muammolar bo'lmoqda. Bu degani sota olmaymiz yo sizga kerak bo'lgan tovarni topib bera olmaymiz degani emas. Uzog'i bir kun ichida yetkazib olib kelib beramiz. Qolaversa bizni Toshkent, Bekoboddan boshqa viloyatlarda ham filiallarimiz bor. Bemalol ushbu video rolik ostida qoldirgan telefon raqamlarimizga aloqaga chiqib, mototsikl kerak bo'ladimi, ularning ehtiyot qismlari kerak bo'ladimi, ma'lumot kerak bo'ladimi, aloqaga chiqib so'rasangiz bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz biz video roligimizni boshladik. Hozirda do'konimizda Bobo Motorsning kabinali mototsikli, gigant modeli, raketa modeli hamda 1 tonnali mototsikllar 300 kilogrammgacha yuk ko'taradigan skuterlardan bor. Ularni sizlarga birma-bir narxlari, parametrlarini tanishtirib o'tib ketsak, kabinali mototsiklimizdan boshlaydigan bo'lsak, 1 tonnagacha yuk ko'tarish uchun mo'ljallangan bort razmeri 180 ga 130 ni tashkil etadi. 2 kishi uchun mo'ljallangan kabina qismi moshin rulli hisoblanadi. Tablolarda orqa tasvirni harakat davomida ko'rishingiz bo'ladi. Oldi tomondan ko'rinishi kabinali mototsiklimizni ikkita yorituvchi chiroqlari, qo'shimcha projektorlari bor. Balon razmerlari 5 ga 12 ni tashkil etadi. Orqa oldi faralari LED hisoblanadi. Motor va miyasi 1800 wattni tashkil etadi. Akkumulyatorlar soni 6 dona 68 amperli akkumulyatorni tashkil etadi. To'liq quvvati bilan 60-70 kilometrgacha bo'lgan masofani bosib o'tsangiz bo'ladi o'rtacha. 1 tonnagacha yuk uchun mo'ljallangan. Narxi ushbu Bekoboddagi filialimiz boshqa filiallarimizdan 18 million so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Keyin ko'rib o'tmoqchi bo'lgan mototsiklimiz Bobo Motors gigant modeli. Bu kabinali mototsiklimizni kabinasiz holati desak ham bo'ladi, lekin undan ko'proq yuk uchun mo'ljallangan. Ko'rishingiz mumkin, bekorga gigant deb nomlamaganmiz. Bort razmerlar 180, 130 bo'lishiga qaramay ushbu mototsiklimiz 1 tonnayu 300 kilogramm yuk ko'tarish uchun mo'ljallangan. Motor va miya hajmlari 1800 wattni tashkil etadi. 6 dona 68 amperli akkumulyatordan qo'yib beramiz. Balon razmerlari 5 ga 12 ni tashkil etadi. Ushbu mototsiklimizni 16 million so'mga xarid qilsangiz bo'ladi, dastavkasi bor. Xo'p, keyingi ko'rib o'tmoqchi bo'lgan mototsiklimiz Bobo Motors raketa modeli. Bobo Motors raketa modelimiz 6 dona 71 amperli akkumulyatordan qo'yilgan, soni chegaralangan ushbu raketa modelimizda 2000 wattli motori 3500 wattli miyadan tashkil topgan. 1,5 tonnagacha yuk uchun mo'ljallangan. Bort razmerlari 2 metrga 135 santimetrni tashkil etadi. Panejniy, povesheniy hamda qo'shimchasiga neytralka xodlari bor. Narxi 19 million so'mni tashkil etadi. 1 tonnali mototsiklarimizdan
bu Bobo Motors brendining birinchi pozitsiyalari hisoblanadi. Agarda bu mototsiklimiz sizga tanish bo'lsa, bu mototsiklimiz 5 dona 69 amperli akkumulyatordan qo'yilgan 1800 vatli motor miyalari bor. To'liq quvvati bilan 60-70 kilometrgacha bo'lgan masofani bosib o'tsangiz bo'ladi. Narxi 14 million so'm dastavkasi ichida yetkazib beramiz. 1 tonna yuk kuchi mo'ljallangan. Bort razmerlari 180 ga 130 ni tashkil etadi. Bu yoqda ham raketa modelimiz. Xo'p, keyingi ko'rib o'tmoqchi bo'lgan mototsiklimiz 300 kilogramli mototsikl hisoblanadi. Largo Motors brendi ostida ishlab chiqilgan. Ba'zi kommentariyalarda Bobo Motorsda nimaga Largo yoki Bodoni tovarlari reklama qilinyapti deyishinglar mumkin. Ular bilan ham bizning hamkorligimiz bor. Misol uchun odamlar Bobo Motorsga kelib boshqa brendni tovarini so'rashsa, ularga ham boshqa brendlarning tovarini bemalol Bobo Motors taqdim eta oladi. Qo'shma hamkorlikda albatta. Bu 300 kilogramm yuk ko'tarish uchun mo'ljallangan. Bu hamda odam tashisangiz ham bo'ladi. Bu skuterimizda ko'rishinglar mumkin. 4 kishi bemalol bir vaqtning o'zida harakatlansa bo'ladi. Bu asosan katta yoshdagi otaxonlarimiz uchun juda ham qulay bo'lgan skuter hisoblanadi. 6 dona 32 amperli akkumulyatordan qo'yilgan. Motor va miyalari 1000 wattni tashkil etadi. Ballon razmerlari 350 ga 12 ni tashkil etadi. Shamol to'sadiganlari, qo'shimchasiga oldi faralari, galogenlari bor. Dizayn tomonlama gap bo'lishi mumkin emas. Magnitofon, bluetooth-lari hamma narsasi ideal holatda. Пониженный, повышенный funksiyasi ham bor. Bu bilan siz odam tashisangiz ham bo'ladi. Misol katta yoshdagi otaxonlar misolida sizlarga tushuntirib bersam, masjidga, bozor o'charga chiqishga, qolaversa nabiralarni orqasiga o'tirg'izib, bu joyga olib borib, olib kelishga juda qulay texnika hisoblanadi. Narxiga keladigan bo'lsak, 11 million so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. To'liq quvvati bilan 50-60 kilometr yurib beradi. 6 dona 32 amperli akkumulyatordan qo'yilgan. Dizayniga o'zingizlar bitta baho berasizlar. Endigi ko'rib o'tmoqchi bo'lgan tovarlarimiz Bobo Motors brendi ostida ishlab chiqarilgan skuterlarimiz, tank modellarimizdan assortimentlar bor. Tank skuterimiz benzinli 150 kubali motordan qo'yilgan bo'lib, to'liq 100 kilometrga 2,5-3 litr rasxod qiladi. Bu sinovdan o'tgan. Ko'pchilik 100 kilometrga 4 litr, 5 litr rasxod deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q, biz o'zimiz sinovdan o'tkazdik. 2,5-3 litr maksimum rasxod qiladi. Tezligi 100 km/soat tezlikgacha harakatlanish imkoniyatini beradi. Narxiga keladigan bo'lsak, 13 million so'mga Bekoboddagi boshqa filiallarimizdan xarid qilsangiz bo'ladi. Barcha filiallarimizda tank skuterlardan assortimentlar bor. Samokatlarimiz ham bor. Samokatlarimiz litium akkumulyator bilan qo'yilgan. Endi 20 km probeg beradi. Bu bir kishilik hisoblanadi. Endi shahar uchun, shahar ichida trotuarlarda harakatlanish uchun juda qulay. Narxiga keladigan bo'lsak, skuterimiz 3 million, samokatimiz 3 million 800 ming so'm. Qolaversa, mototsikl, skuter olgan mijozlarimizga bonuslariga hozirgi ushbu turdagi yosh bolalar uchun samokat ham qo'shib beramiz. Xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bularda ham assortimentlar bor. Tank skuterimiz 13 million so'm narxi. Xo'p, bizda Bobo Motors brendi ostida ishlab chiqarilgan skuterlar ham bor. 6 dona 20 amperli akkumulyatordan qo'yilgan. Bu shahar ichida dastavka uchun umuman yo'l tanlamas, ish tanlamas skuter hisoblanadi. Ishga borib kelishga ham juda qulay. To'liq quvvati bilan 70-80 km masofani bosib o'tsangiz bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 7 million so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Velo skuter so'raydigan mijozlarimiz uchun velo skuterlarimiz ham bor, ko'rishinglar mumkin. Quvvati tugab qolgan payt velik sifatida haydab ketsangiz bo'ladi. Ballonlari katta. Ushbu skuterimizni to'liq quvvati bilan 50-60 km yurib beradi. 5 dona 20 amperli akkumulyatordan qo'yilgan. Narxi 5 million 500 ming so'm tashkil etadi. Xo'p, arzonroq bolalar uchun skuter tavsiya eta olasizmi deydigan mijozlarimiz uchun narxi 3 million 500 ming so'm tashkil etadigan skuterimiz. Bunga hech qanaqa dokument, prava talab etilmaydi. Xo'p, ko'rishinglar mumkin. Bu ham velik o'rnida foydalansangiz bo'ladi. Bekorga yosh bolalar uchun demaymiz, chunki bu yosh bolalar foydalana oladi. Bu pedallarini aylantirib velosiped sifatida. Narxiga keladigan bo'lsak, 3,5 million so'm, 4 dona 20 amperli akkumulyatordan qo'yilgan. 30-40 km masofaga to'liq quvvati bilan harakatlansangiz bo'ladi. Bu tank skuterimizni zeleniy, yashil ranglari hisoblanadi.
parametrlari bir xil. Ana endi sizlarga mototsikllarni ehtiyot qismlarini bir boshdan tanishtirib o'tib ketsak, bu yerda mana ko'rishinglar mumkin. Elektron mototsikllarimiz uchun zapchastlarimiz yetarli. Zapchast tomonlama muammoyimiz yo'q. Balonlarimiz, pakrushkalarimiz 200 ming so'mdan 250 ming so'mgacha. Nimaga bu qimmat deb nimaga bu qimmat deyishinglar mumkin. Endi Xitoydan O'zbekistonga kelguncha narx-navo shuni taqozo etadi. Bundan Damasnikini qo'ysak arzonroq tushadi deydigan mijozlarimiz ham bor. Damasnikini ham qo'ysa bo'ladi, ba'zi bir mototsikllarga qo'ysa effekt beradi, ba'zi bir mototsikllarga qo'ysa, naborot probeg kamayadi, оборот kamayishi mumkin. Bu qaysi hollarda? Diska 12 bo'ladi. Ko'pincha mototsiklarimizda ko'rishinglar mumkin. Hozir ko'rsatib beramiz shuni. Aynan ushbu diskadan foydalanadi. 12 razmerdagi diska. Bunga Damas'ning pakrushkasi tushadi. Mototsiklingizga Damas'ni balonini qo'ymoqchi bo'lsangiz, imkon boricha 1800 vattdan motor hajmi katta bo'lgan mototsikllar uchun qo'yish tavsiya etiladi. Sababi undan kichik hajmdagi motorlar bo'lsa, ya'ni 1000 vattli, 1200 vattli, ana 1500 vattli motorlar bo'lsa, оборот susayishi mumkin, yo bo'lmasa mototsikl sotuvchi tomonidan berilgan probegni bajarmasligi mumkin. Ko'pincha 1500 vattli motorlarga qo'yganlar ham bor, yo'q emas. 1500 vattli motorni ham xili juda ko'p. Mana hozir ko'rishinglar mumkin, hajmi tomonlama, ichidagi apmotkasi tomonlama 1500 vattli motorni ham xillari ko'p. Endi poddelka 1500 vattli motorlar ham bor, ya'ni arzon motorlar bor, qimmat motorlar bor, o'ziga yarasha sabablari bor. Shuning uchun 1500 vattli motori bor mototsiklga qo'yish tavsiya etilmaydi. Xo'p, keyingi ko'rib o'tmoqchi bo'lgan masalamiz, meni mototsiklimda 5 ta akkumulyator bor, unga 6 ta qilsam bo'ladimi deydigan akalarimiz, mijozlarimiz uchun qo'ysa bo'ladi, tavsiya etiladi. Kontrollerga bog'liq u narsa. Agarda sizni mototsiklingiz kontrolleri 60 voltga 72 voltni qo'llasa, qo'ysangiz bo'ladi. Bu degani yo 5 ta akkumulyator yo 6 dona akkumulyator bilan harakatlansangiz bo'ladi. Chunki bir dona akkumulyatorimiz 12 voltni tashkil etsa, uni 5 tasini ulab chiqsak 60 volt, 6 tasini ulab chiqsak 72 voltni tashkil etadi. Agarda sizni kontrolleringiz 60 voltga 72 voltni qo'llasa, 6-akkumulyatorni добавка qilsangiz bo'ladi. Добавка qilsangiz probeg nisbatan ortadi hamda обороты ko'tariladi. Sinovdan o'tgan. Xo'p, bu asosan orqada o'ziga o'zi ulanadigan kabellar bor. Ya'ni ko'pincha mototsikllarda ko'rsatib qo'yiladi 60 ga 72 hamda yoki 48 ga 60 deb qo'yiladi. Hozir uni ko'rsatib beramiz. Asosan oq va qora kabel bo'ladi. Ko'pincha mototsikllarda o'ziga o'zi ulab qo'yilsa 60 ga 72 voltni tashkil etadi. Mana bitta kabelni topdik. Xuddi shuni qorasi bo'ladi. O'zidan chiqib o'ziga ulansa 6 ta akkumulyator bilan harakatlanish imkoniyatini beradi. 6-akkumulyatorni qo'yib, shuni ulab qo'ysangiz 72 voltda harakatlansangiz bo'ladi. Agarda sizni kontrolleringiz mana ko'rishingiz mumkin 48 ga 60 voltni qo'llasa, bu kontroller yo 4 dona yo 5 dona akkumulyator bilan harakatlanish imkoniyatini beradi. Kontrollerlarimiz narxiga keladigan bo'lsak, bu asosan 1 tonnali mototsikllar uchun 1500 vattli kontroller, ya'ni miyalar hisoblanadi. Narxi 800 ming so'mni tashkil etadi. Qolaversa motorlarimiz ham bor. Motorlarimiz archali hamda archasiz motorlar bor. Archali motorlar ma'lum bir kontrollerni tanlaydi, ya'ni 1500 vattli archali motor bo'ladigan bo'lsa, faqat ma'lum bir turdagi kontrollerlarga tushadi. Agar dumaloq bo'lsa, archasiz bo'lsa, u ko'plab kontrollerlarga tushib ketadi. Agar parametrlar, ya'ni 1500 vattli motorni 1500 vattli kontrollerga qo'ysangiz tushib ketish ehtimoli bor. Motorlardan ham assortimentlar bor. Archali, archasiz 1000 vattdan 2000 vattgacha motor va miyalarimiz bor. Narxlariga keladigan bo'lsak, motorlarimiz 1 million 300 ming so'm tashkil etadi 1500 vattda ishlaydigan. Qolaversa 1800 vattli motorlarimiz ham bor. Yana ko'pchilik savol beradi shu joyda, mana miyam 1500 vatt, motorim kuyib qoldi. Misol shunga 1000 vattli motor qo'ysam bo'ladimi? Qo'ysa bo'ladi. Ba'zi bir
holatlarda ish beradi, nabarot kuchayadi, ziyon tegmaydimi deyishinglar mumkin. Yo'q, ziyon yo'q. Ma'lum bir parametrlar bo'lsa, lekin ustani yoki sotuvchidan maslahat olgan holatda qo'yishni biz maslahat beramiz. Bu yerda mana palovozlarimiz, resorlarimiz, kabinali mototsikllar uchun vilkalarimiz bor. Narxlari kabinali mototsikllar uchun vilkalarimiz 800 ming so'm, palovozlarimiz 180 ming so'mdan sotilmoqda. Qolaversa, reduktorlarimiz bor. Reduktorlarning ichidagi shesternalar ham bor. Buni ham juda xillari ko'p. Buni agar sizlar reduktor haqida to'liqroq ma'lumot bering desangiz, keyingi videoroliklarimizda albatta biz reduktorlarni ochgan holatda videorolik qilib beramiz. Reduktorlar 6 tishli, eng keng tarqalgan reduktorlar 6 tishli, 18 tishli bo'ladi. Qolaversa, ularning razmerlari ham bor. 22 hamda 25. Bu palovosni diametri hisoblanadi. 22 yo 25 bo'lishi. Shunisiga e'tibor bergan holatda zapchast xarid qilmoqchi bo'lsangiz, telefonda shu ma'lumotlarni aytishingizni so'raymiz. Meni reduktorim ko'pincha bizga savol berishadi. Men reduktorim ketib qoldi. Sizlarda bormi? Reduktoringizning tishi nechtalik desa, bilmayman, 1 tonnalik deydi ko'pchilik mijozlarimiz. Aynan shuni oldini olgan holatda shunaqa ma'lumotlar bor. Reduktorlar tishi 6 tishli, 18 tishli, 20, 22, 23 tishli reduktorlar chiqmoqda. Shuni sizga e'tibor bergan holatda murojaat qilsangiz bo'ladi. Narxlar reduktorlarimiz 450 ming so'mdan 800 ming so'mgacha reduktorlarimiz bor. Assortimentlar. Endi har bittasiga alohida narxlar bilan aytib o'tsak, video vaqti cho'zilib ketadi, zerikarli bo'lib qoladi. Shuning uchun reduktor barchasidan assortimentlar bor, aloqaga chiqsangiz bo'laveradi. Qolaversa, zaryadchiklarimiz ham bor. Zaryadchiklarimiz mana bu skuterlar uchun mo'ljallangan zaryadchik. Zaryadchiklar 60 voltga 20 amper, 60 voltga 45 amper. Bu 60 volt, ya'ni 5 ta akkumulyator uchun mo'ljallangan. Bu 20, 45, 52 amperlar bu akkumulyatorni amperi. Misol, skuterlarning ko'pincha akkumulyatori 20 amperni tashkil etadi. 5 ta bo'lsa 60 voltga 20 amperdagi zaryadchiklarimiz tushadi. Zaryadchiklarimiz 250 ming so'mdan 300 ming so'mgacha bor. 5 ta akkumulyator uchun, 4 ta akkumulyator uchun, 6 ta akkumulyator uchun, amperlar uchun, xullas barcha zaryadchiklarimizda assortimentlar bor. Mana bu siz ko'rayotgan suv bu akkumulyator, ya'ni elektron mototsikllarni akkumulyatorning suvi. Bu ma'lum bir holatlarda quyiladi. Quysa bo'ladi, ma'lum bir sabablarga ko'ra doimiy quyish tavsiya etilmaydi. Buni xato quysangiz, akkumulyator ishdan chiqishi mumkin. Qolaversa, reduktorlar uchun moylarimiz bor. Bular zavodskoy moylar, bular litrovoy moylar, ya'ni 1 litrni tashkil etadi. Bularning narxi 15 ming so'mdan 60 ming so'mgacha bor. Pachimniklar, testerlar, amortizatorlar, hamma zapchastlarimizdan assortimentlarimiz bor. Xo'p, yana bir savol bizga ko'p tushadi. Gibrid mototsikllar bormi degan. Gibrid mototsikl barcha elektron mototsikllarni gibrid qilsa bo'ladi. Buning uchun aynan ushbu turdagi generatorlar kerak bo'ladi. Generatorni ham 4 kilovatli, 4,5 kilovatli, 5 kilovatli generatorlar bor. Biz endi tavsiya beramiz 5 kilovatli generatorlarni, ya'ni 5000 vattda ishlaydigan generatorlarni. Buni ham mana ko'rishingiz mumkin. 5 ta akkumulyator uchun, 6 ta akkumulyator uchun ishlatsangiz bo'ladi. Mana 60-72 voltga tok bera oladigan funksiyalari bor. Bu generatorni elektron mototsiklga qo'yish orqali gibridga aylantirsangiz bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 3,5 million so'm O'zbekistonning barcha viloyatlari bo'ylab kelishadigan joyi bor. Bokovoy oynalar, montaj kabellar, bu yoqda faralarimiz, kabinalarimiz, mototsikl uchun kerak bo'ladigan, elektron mototsikl uchun kerak bo'ladigan barcha ehtiyot qismlar bor. Akkumulyatorlarimiz ham bor. Akkumulyatorlarimiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan akkumulyatorlar 68 amperlik, narxi 800 ming so'mdan donasini xarid qilsangiz bo'ladi. Demak, bugun sizlar uchun tayyorlab qo'ygan video roligimiz shulardan iborat edi. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Keyingi videolarda bo'lsa ham albatta sizlar uchun ma'lumot berib o'tib ketamiz. Rahmat hammaga.